E'tiboringiz bor, tumanimiz bo'ylab markaziy hamda ko'p qatnovli ko'chalarda ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Xususan, bugun ham aholiga qulaylik yaratish maqsadida Sholikor ko'chasida asfaltlash ishlari bajarilmoqda. Tumanimizning 33 ta ko'chalarini har bitta ko'chalar kesimida tizimli ravishda ish tashkil qilib, dolzarb 10 kunlik mobaynida har bitta ko'chamizni asfalt qilish ishlariga 60 tadan ortiq obodonlashtirish xodimlari, undan tashqari pudrat tashkilotlaridan jalb qilingan texnikalar yordamida asfalt qilish ishlari amalga oshirilyapti. Yuqoridagi bu hududimiz Binokor mahallasidagi Sholikor ko'chamiz bo'lib hisoblanadi. Bu yerda bugungi kunda 8500 kvadrat metr asfalt qoplamasini qoplash ishlari amalga oshirilyapti. Sholikor ko'chamizni boshidan oxirigacha asfalt qilish rejasiga tushirib, mana asfalt ishlari boshlanib ketdi. Yana ancha qurilishlar ish jarayonlari ketyapti. Shunchalik obod bo'lishiga sababchi bo'lgan prezidentimiz, Toshkent hokimi va o'zimiz hokimligimizga ham katta rahmat aytamiz. Yo'llarimiz biroz shikastlangan edi. Mana yangitdan asfaltli yangi qilib berishyapti. Xudo xohlasa hamma xalqimiz davlatimiz rahbarlaridan, prezidentimizdan minnatdor bo'lib, mana shunday yo'llarimiz ravon bo'lsa, bu hayot yo'li. Yo'lingiz yaxshi bo'lsa, yo'lingiz tekis bo'lsa, o'zingiz ishingiz ham yurishadi, bolalaringiz ham, o'qishga boruvchilar ham, boshqalar ham, hattoki yo'lda yurgan mashina shofyorlar ham xursand bo'lib, haqimizga duo qiladi.